Kuz kelishi bilan qichishish, aksirish, ko'z yoshlanishi, burun butishi boshlanadi. Bular hammasi allergiya hisoblanadi. Allergiyada ba'zi bir bemorlarda nafas yetishmovchiligi, ya'ni astmagacha olib borishi mumkin. Hozirgi kunda allergiyaga turli xil dorilar olasizlar. Bitta aptekaga kirasiz, "Men bu dorini ol, bu dori ol" deydi. Hamma dorini olasizlar, palon pulinglar ketadi, lekin foyda bo'lmaydi. Hozirgi zamonaviy tibbiyotda nima deyiladi? Zamonaviy tibbiyotda allergiyani yechimi bor. Bu degani to'liq davolash emas, ya'ni uni qo'zish paytida uni pasaytiriladi. Ya'ni bu qayerda? Bu oddiygina o'zimiz O'zbekistonda, Toshkentda allergiya sentrida vaksinatsiya bo'limi bor. O'sha yerga borib bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozirgi kunda zamonaviy tibbiyotda eng yaxshi yechimi allergiyani bu vaksinatsiya hisoblanadi. Bizda O'zbekistonda bor. Bu vaksinadan bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bu vaksinadan foydalansanglar allergiyadan ancha-muncha qutulasizlar va yaxshi turmush sharoitlariga qaytishingizga ancha yordam beradi. Sizlarga tavsiyam, uzoq vaqt siz allergiyadan qiynalgan bo'lsangiz, tonna dorilarni qabul qilgan bo'lsangiz, yordam bermagan bo'lsa, buni albatta vaksina sentriga borib murojaat qilishni tavsiya qilaman. Agar allergiyanizda oddiy shakli bo'lsa, ya'ni burun bitishi, qichishi bo'lsa, unda albatta o'zingizdan lor shifokorga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bemalol sizlarga ular davo muolajani tayinlab beradi. Ushbu videoni allergiyadan ko'p qiynaladigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Savob bo'ladi va o'zingizlar ham undan xursand bo'lasizlar.